98 836 943 105. Faqat o'zlaringizni dokument xarajatlaringizga pul olib kelingizlar. Boshqa bir sim pul olgan nomard. Mayda chuda qilmasdan optimaga qo'yib yuboraymi? Bosing aka. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Pastda ikkita kobaltimiz turibdi. Hech qachon biz navorotini yechib olmaymiz azizlar. Bemalol shu nima navorot qo'yilgan bo'lsa, naborot qo'shamizki, lekin yechib olmaymiz. Mana shu xalqimiz uchun bitta like bossalaringiz, boshlang'ich to'lovsiz, даже gayi, zapret, notarius, boshlang'ich to'lov hamma narsasini o'zim qilaman. Udar bo'ldi lekin. Hamma narsasi ichida bo'ladi. Hech qanaqa rasxot yo'q. Kelasizlar bitta pasportlaringiz bilan qistamizdan xarajat qilib ko'zlaringizni oldilaringizga shu mana shu Denov avtokrediti salonidan bonusga kimga nasib qilsa berib yuboraman. Kimda kim $500 puli bor, kimda $1000 puli bor, kimda puli yo'q bo'lsa ham avtokreditga mashina qilib berishga aqlimiz yetadi, Xudo xohlasa. Yangilik salom, sizlar bilan Sirxon Media hamda Sirxon TV kanali va esa Ro'zuz kanali, Abdukarim Qurbonov Akram Media kanali. Bugungi lavhamiz Denov Shobekatdan avtokreditdan yangi narxlarni choramiz Ilhom akadan. Adres Surxondaryo Termizdan keladigan yo'l, Denov Moshin bozoridan keladigan yo'l. Bu taraf Denov shahardan Sarasadan keladigan yo'l. Sherga kelasizlar Denov Shobekatga avtokreditga yoki naqd pulga mashina olaman deganlar bo'lsa, Ilhom akamizdan yangi narxlarni tanishtirib o'tamiz. Mashina olaman deganlar bo'lsa, kimdir naqd pulga olar, kimdir muddatli to'lovda, kimdir avtokredit qilib olmoqchi bo'lganlar diqqatiga yangi narxlar, yangi mashinalar kelgan, boshqacha mashinalarimiz ham kelgan. Ilhom aka bilan birgalikda bir chekkadan tanishtiramiz. Videomiz yoqsa albatta like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Sirxon Media, Ro'zuz, Abdukarim Qurbonov, Akram Media kanallari. Qanday videoni boshladik. Assalomu alaykum. G'iyosiddin yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldilaringizmi? Ishlarni boshlab oldingizmi? Rahmat, Allohga xalqimizga yangidan narxlarni tanishtirdik. Mana bugun G'iyosiddin 29-may sanasi 2025-yilda Xudo xohlasa mana shunday chiroyli o'tib turgan kunda turibmiz. Xalqimizga avvalambor assalomu alaykum deymiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turuvchi xalqimizga kattakon rahmat deymiz. Shu G'iyosiddin va Ro'ziboy kanaliga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz, yanada Xudo xohlasa sizlar kutgan darajadagidan ham ko'proq bonuslarni qo'yishga harakat qilaman. Biz ishlayapmiz, ishimiz davom etyapti. Mana aka G'iyosiddin mashinalarni serob qilib siz shu o'tgan marta videoga keldingiz-ku. Shu ko'proq bo'lsin, so'rayapti deganingizga mana mashinalarni to'ldirib tashlaganmiz xalqimiz uchun. Xalqimiz nimani xohlashsa, o'sha mashinani qilib berishga harakat qilamiz. Xohlasalar Hayot bankdan, xohlasa Kapital bankdan, xohlasa Davr bankdan, xohlasa Milliy bank, xohlagan bankdan qilib berishga sharoitimiz bor azizlar. Bemalol tortinmasdan mana shu shoh bekatimizga tashrif buyuringizlar. Kimda kim $500 puli bor, kimda $1000 puli bor, kimda puli yo'q bo'lsa ham avtokreditga mashina qilib berishga aqlimiz yetadi, Xudo xohlasa.
Faqatgina bitta sizlardan shu kanalimizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasa, mashinalarimizni obzor qilishda davom ettiramiz. G'iyosiddin. Savol tug'ilib qoldi-da. Bo'ldi, sizlar savol beringizlar, men javob beraman. Pasport bilan kelsa, Hop. puli yo'q bo'lsa, xudo xolasa, kimgadir ekran yoqib qolishi mumkin. Aha. Yoki Cobalt. Aha. Puli yo'q bo'lsa ham ketadimi? Endi Ro'ziboy bunday narsasi bor-da. Misol uchun, mana shu Equinox yo bu Equinoxga keladigan bo'lsak, yoki boshqa mashinalarga keladigan bo'lsak, imkon darajada qilib berishga harakat qilaman, lekin katta mashinalarga boshlang'ich to'lovi 10% bo'ladi. O'zini narxidan, tan narxidan kelib chiqqan holatda 10% bo'ladi boshlang'ich to'lov. Endi bunday olib qaraganda Equinox minaman degan hamyurtlarimiz $1,500 bilan kelsa berib olaman Equinoxni. Xohlagan Equinoxi bor mana. Xohlasa qora, xohlasa mokra asfalt. Cobaltlarni-chi? Cobaltlarni endi video davomida ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlasa bugun xalqimizga juda katta yangiligimiz bor. Chunkidan xalqimizga yanada rahmat aytamiz. Kam bo'lmadik. Shu yerda ochib turib G'iyosiddin. Kuniga 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 10 tagacha sotdik. Mana mashinamiz kundan kunga almashib, zo'rlari undan ham zo'rlari kelyapti. Bugun yangi mashinalar ham ko'p kelgan-da bunaqa mashina. Yangi mashina, katta mashinalarimiz bor, mana inomarkalarimiz bor, bu tarafga mana Gentralarimiz bor, Cobaltlarimiz bor, Nexus'larimiz bor, Sparklarimiz bor. Videoda boshida ko'rsatamizmi yo oxirida ko'rsatamiz? Bonusmi aka? Bonusda zo'ri. Bonusni videoni oxirida ko'rsatamiz. Siz uchun bitta, Ro'ziboy do'stimiz uchun bitta, yana Akram bitta Media Abdukarim Qurbonov. Ha, shu kishilar uchun ham yana bitta qo'yaman. Osh bo'lsa. Bizning kanalimizga borki, Cobalt qo'yib berasiz bitta. Bonus. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sizning kanalingizga nima qo'yib beray? Endi bizning kanalimizgami nasib bo'lsa bir Gentrani bonus qilib berasiz kelishtirib xalqqa. Bo'ldi. Mana shu Gentrani shu qo'lingiz bilan ko'rsatdingizmi? Mana shu Gentrani xalqimiz uchun bonus qilib beraman. Mashinamizni bemalol ochib ko'rishingiz mumkin. Yili necha aka unda? 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina absolyutno ideal holatda turibdi. Mana azizlar kelasizlar, yana monitorlar bor. Monitorlari bor, chiqollari bor, evakor poliglar, yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashinamiz benzinda yurgan, motorlari ideal holatda turibdi. Azizlar, mana bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olishlaringiz mumkin. Qanaqa ustalaringiz bo'lsa, mana motorlarning ichini ko'rsatamiz. Ideal, nikel holatda turibdi. Bizda qisqasi Ro'ziboy do'stim probek qaytarilmaydi. Azizlar, bemalol zaklat berishdan oldin sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolamiz va harakat qilamiz. Shunaqa narsa qilishga olib borib turib o'zlaringizga, ustalaringizga bemalol tekshirtirib birinchi ma'qul kelgandan keyin shu $100 zaklatni berishsa, kelamiz, qolganini notariusga sanab beramiz. Bemalol tekshirtirib ko'rib olishlaringiz mumkin. Mashinalarni ham ko'rsating. 2023 Qashqadaryogami, Surxondaryoni xohlagan tumaniga gazi, benzinini xarajati bizdan bo'ladi, olib borib tekshirib olishlaringiz mumkin. Qanaqa o'zlaringizning ustalaringiz bo'lsa. Mana mashinani ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz ideal holatda. Monitorlar, chiqollar, poliglar qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Daji video registratorigacha bor. Pultlarni zo'ri qo'yilgan. Mashinaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chiqollari ham udor ekan. Ruxsati ham bormi? Tonirovkaga ruxsati ham bor. 7 oy tonirovkaga ruxsati bor. Oldisidan abagраф ekan. Bu eksport variant hisoblanadi, yevro. Aka buni endi bonusga qanday bo'ladi xalqimizga, obunachilarga? Nima qilib qo'yib bersam siz xursand bo'lasiz? Bir yengilroq variant qiling. Yengilroq variant deganda u 1 so'm pul kerak emas degan, yengil variant. Bonusi qanday bo'ladi buni? Bo'ldi, mana azizlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shu do'stimizni ham gapi yeriga qolmasin. Mana shu xalqimiz uchun bitta like bossalaringiz, boshlang'ich to'lovsiz, daji gayi, zapret, notarius, boshlang'ich to'lov hamma narsasini o'zim qilaman. Udar bo'ldi lekin. Hamma narsasi ichida bo'ladi. Hech qanaqa rasxot yo'q. Kelasizlar bitta pasportlaringiz bilan qistamizdan xarajat qilib ko'zlaringizni oldilaringizga shu mana shu Denov avtokrediti salonidan bonusga kimga nasib qilsa berib o'raman. Keling, nomerlarni ko'rsatib qo'yamiz. Nomerni moychilarimiz yechib qo'ygan ekan. Mashinamizning nomerlari mana 01Q 948 BS. Albatta azizlar, bu har xil negativchilarimiz bor. Qo'yadi, yolg'onchaki yo biror narsa. To'g'ri. Kimda kim olsa, mana kelgusi videomizga shu olgan insonni kalti topshiradigan holatini videoga chiqarib ko'rsatamiz. Agar ko'rsatmasak 5 ta Gentra qo'yib beraman bepul. Osh bo'lsa.
Xo'sh bo'lsin. G'iyosiddin nima dedingiz? Bo'ldi, xo'sh bo'lsin. Endi Ro'ziboy jigarimizga kelsak, keling sizga Cobalt ham zo'r mashina qo'yib beraman. Xalqimiz sevadigan ayollarimiz, opa singil, aka uka, yoshroq, misol bizda yoshroq bolalar bo'lsa, yo bo'lmasam avtomat korobka xohlagan insonlar bo'lsa, mana Ro'ziboy do'stimiz uchun, mana shu Sparkni men atayin tayyorlab qo'yganman, do'stim. Mana mashinaga ham bitta pasport olib kelishadi. Bittagina pasport. Hamma xarajatini ishiga qilib beraman. Mana bo'lsa bo'lsin. Ye, udar bo'ldi lekin. Bo'lsa bizdan bo'lsin. Mana xalqimiz mazza qilib minsin. G'iyosiddin zapaskalarini qarang, tushmagan daji. Yangi Zapaskalari mastda turibdi azizlar, mana ko'rib tekshirib olasizlar. Mana instruksiyalari, damkrat, balon ключ qolgan instruksiyalari o'zini. Mashinamiz oq svetda. Bu ikkinchi pozitsiya yevro hisoblamaydi, chista 4-pozitsiya hisoblanadi. Mashinamizda probeglariga keladigan bo'lsak, azizlar 34197 kilometr. Agarki mana shu probegimiz daji 10 ming, 20 ming daqiqa tursin, 1 kilometr aylangan bo'lsa, mashinani daji avtokredit qilmayman. Shunday padarka qilib yuboraman. Gapimga javob. Yosh bo'lsin lekin. Yo'q, bunga tonirovkaga ruxsat yo'q. O'zimiz chiroyli turish uchun o'rdirib qo'yganmiz. Lekin kimda kim xohlasa boshlang'ich to'lovini bermaydi-ku, to'g'rimi? Tonirovkaga o'zlari uchun 2 million 700 ming so'm xarajat qilsa, tonirovkalagan bo'lib ketadi. Xohlasa agar. Xohlasa, balonlarni qarang. Biz misol uchun bir xil mashina furushlarga o'xshab balonlarni yechib, yo bo'lmasam qanaqadir joylarini yechib, stopini yechib, navorotlarini yechmaymiz biz G'iyosiddin. Shu qanday sotib olingan bo'lsa, xuddi shu holatda. Hali benzindagi gaz ham qo'yilmagan ekan. Endi avtomat korobka Sparkimiz ko'proq benzinda. Nimagaki bularda kimda kim xarid qilishsa, misol uchun oilaviy ro'zg'orga, bozorlikqa chiqishsa, bagaji qolmaydi. To'g'ri. Bu o'zi benzinda 7 litr ichadi azizlar. Mazza qilib minib yurishlaringiz mumkin. Nomerlarni ko'rsatib qo'yamiz. 75H 429 UA. Azizlar, sizlar uchun Denov avtokredit avtosalonidan, ya'ni 3 ta sherigimiz biz. Mana shu 3 ta sherigimiz bilan kelishilgan holda yonimizdan boshlang'ich to'lovi notarius gayi zapretini to'lab beramiz. Xalqimiz uchun albatta. Shu joyiga barcha kanalimizga bitta like bo'lsa, yana bitta qo'yib yuboraman. Achchig'im chiqsa yana bitta qo'yib yuboraman. Yosh bo'lsin. Mana azizlar, mana jentralarimiz, tanishtirsak. Jentralarimizga keladigan bo'lsak, mana yana bitta Sparkimiz bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina ideal holatda. Mashinaga kamida G'iyosiddin $2000 xarajat qilingan. Lekin biz bironta narsasini yechgan joyimiz yo'q. U salon ichini bir olinglar, va shu darku. Mana azizlar, keling, mana yaqinroq keling. Azizlar, mana obshipkalaridan boshlasak, mana xromlari qilingan, qiriladigan joylari laminatsiyada, chixollar, poliglar, Mers original rul, Malibu bar, mashina to'liq shumka bilan jihozlangan, monitorlar qo'yilgan. Probeglariga keladigan bo'lsak, mashinamizda azizlar, eshigini ochib yopsak, xo'p. Probeglariga keladigan bo'lsak, 54 ming kilometr yurgan. Mashinamiz juda ideal holatda, Kenwood kolonka, usilitel. Yaqinda G'iyosiddin propan gaz qo'ydik. Mana propan gaz qo'ydik, lekin gazga hali yurgani yo'q. Propan yaqinda qo'ydik, o'zimiz xalqimiz uchun qo'yib qo'ydik. Kimda kim xohlasa yechib olsin-da, benzinda yursin. Farqi yo'q, lekin biz xalqimizga beramiz bu. Video registratorlar, stoplar qo'yilgan, Cobalt avtomat diska, yumshoq balonlar qilingan. Mashinamiz tayyor holatda azizlar. Kraskalariga keladigan bo'lsak, bir tomchi kraska chiqsa, mana shu mashinani yana boshlang'ich to'lovsiz nomlaringizga rasmiylashtirib beraman. Gapimga javob. Mana shu joyiga misol uchun qanaqadir gapim kraskasi yo'q deganimdan keyin kraska chiqib qoladigan bo'lsa, bemalol kelib turib videoni o'zimga qo'yib berib, so'rab olishlaringiz mumkin. Mana ke motor holatlariga keladigan bo'lsak, kondisioner, ABS va hammalari bor, mana ABSlari bor, mana mashinani holati hech qachon biz yoshirib qo'ymaymiz. Motorning ishlarini qarang. Bu o'zimizni yaqin ukamizdan sotib oldik. Faqat Castrol 5 ga 30 moy quyib, maza qilib haydab yurgan, originalini quyib haydab yurgan. Azizlar, xullas shu mashinamiz boshlang'ich to'loviga keladigan bo'lsak, bu mashinamizni boshlang'ich to'lovi $1400 bilan chiqadi azizlar. Xo'p, oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak,
4 million 200 ming so'mdan chiqadi. 4 million 200 ming. 4 million 200 bilan oylik to'lovi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz 2,5 ming dollar navorot ketgan. Даже tonirovkalarga ruxsati bor. Mana kelasizlar, bemalol o'zlaringiz do'stlaringizga ko'rsatib, tekshirib, undan keyin xarid qilishlaringiz mumkin. Azizlar, bir boshidan ketamiz bo'lmasa, mana 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Gentra ikkalasini bir joyga xalqimiz uchun 1000 dollardan berib oraman. Udar bo'lar ekan. Agar achchig'im chiqsa 900 dollardan berib oraman. Yana achchig'im chiqsa 800 dollardan berib oraman. Farqi yo'q. Mana mashinani kelinglar azizlar. Ko'ringizlar, ikkalasi bir joyga kimda kim 20-yil xohlaydi, kimda kim 21-yil xohlaydi. Aka to'rt betsam 50 dollar yetmasa bonus ham bor aka. Riyosadan bizga hech qachon qaytish yo'q. Mana 800 dollar puli bor odam, misol Gentra xohlaydi-ku, to'g'rimi? Minish mumkin emasmi? Minish mumkin, albatta. Mana shu Denov avtokreditiga tashrif buyurasizlar, mashinalarni tanlab olib, undan keyin 800 dollarda berasizlar, nomlaringizga rasmiylashtirib beramiz. Mashinani bemalol obzor qilishlaringiz mumkin. Bular yil necha? Mashinani 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinani kraskasiga men javob beraman, agar kraska chiqsa, har bitta detalidan 1000 dollardan o'tib beraman. Ana aka. Mashinamizning kraskalariga javob, absolyutni bir tomchi kraskasi yo'q. Bagajlarning holatini qarang. Yangi-ku. Asli turibdi. Keling, olib keling, video syomkani olib keling, bagajlarning holatini qarang. Zapaskalari tushmagan, hali mashina masli turibdi. Kim olsa mazza qilib, xudo xohlasa minishadi. Daji G'iyosiddin bunda misol uchun oddiy diska turadi, bilasizmi? Ha. Bunda qo'qon diska deb aytiladi xalqimizning tilida. Lekin mana 3-paysi avtomat diska qo'yilgan. Hech qachon biz navorotini yechib olmaymiz azizlar. Bemalol shu nima navorot qo'yilgan bo'lsa, navorot qo'shamizki, lekin yechib olmaymiz. Mana 2020-yilda keling, obzor qiling, ko'rsating. 2020. Mana bunda ham metan gazlar bor. Mashina ideal holatda. Kraskalariga keladigan bo'lsak, top-toza 4 ta pachka yog'ga balon qo'yilgan, hali hollari bilan turibdi azizlar. Mana kelib turib, bemalol ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Mana metan gazlar qo'yilgan, ABSlari bor. Mashina juda ideal holatda. Kelasizlar, pasportlaringizni Telegram orqali tashab berasizlar. Agar kimda kim olaman desa, shu 800 dollar evaziga qilib beraman. Gapimdan qaytmayman. Ha, bo'ldi. 800 dollar olib kelishsa, mana shu mashinani rasmiylashtirib beraman. Qani qayerda bor ekan 2021-yil, 2020-yil kraskalari top-toza mexanika Gentra 800 dollardan. Biron joyga ko'rganmisiz? Yo'q. Bu faqat Denov avtokredit avtosalonida bo'ladi, azizlar. Kutib qolamiz. Barcha viloyatga 12 ta viloyatga qilib beraman. Faqat Surxondaryo uchun emas, barcha 12 ta viloyatga qilib beraman. Azizlar, kelasizlar, kutib qolamiz. Ilhom aka, mashinalarimizda labbay. Lada kelibdi. Ha, ladalarimiz ham bor. Ushbu avtomobillarimizni oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Gentramizni oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, xo'p, baribir oylik to'lovi qiziqda xalqimizga. Qiziq, to'g'ri. Uni hisoblab bermasak bo'lmaydi. Xo'p. Hozir 8 dollardan ketgan. 2021-yil Gentramizga keladigan bo'lsak, Ro'ziboy, G'iyosiddin 4 million 687 ming so'mdan so'm oylik to'lov bo'ladi. Boshlang'ich to'lovi 800 dollar qo'ydik xalqimiz uchun. 2020-yil Gentramizga keladigan bo'lsak, xo'p, 4 million 317 ming so'mdan. Aka. Azizlar, bemalol kelib, ko'rib, ustalaringiz qaysi tumanda bo'lsa, misol uchun bir xil insonni ustalari, misol uchun kelmayman, o'zimizni joyimizga kelsin desa, bemalol tortinmasdan aytaverishlaringiz mumkin. Bitta xodimimizni qo'shib beramiz. Boradi sizlar bilan tekshirtirib ko'rasizlar, yo'qsa xarid qilasizlar. Bo'lmasa xafa bo'lish yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki biz xalq bilan ishlaymiz, xalq bizdan mutlaqo xafa bo'lish mumkin emas. Shu kelsa, misol uchun mashinani ko'rib, mazza qilib minib, ertaga qayergadir ko'rishib qolsak, bir chiroyli bir quchoqlashib salom alaykum qilsa, biz mazza qilamiz. Ilhom aka, Dongfinni tanishtirsak. Mana xalqimizga shu so'rashyapti, faqat Ilhom aka O'zbekistonda mashina emas, chet elda ham mashinalarni olib kelib obzor qilingizlar degani uchun, xo'p emas, bitta ikkita xalqimizga mana shuni olib kelib ko'rsatyapmiz. Agar savdosi bo'lsa, bundan
3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta olib kelishimiz mumkin. Dongfeng mashinamiz bu. Ven3 degan mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 90 ming probeglari yurgan. G'iyosiddin buni instruksiyasi juda ham ko'p. Qarang. Abduf, abagrev, head-up display, katta monitorlari, mana besprovodniy zaryadchiklari, kojinli salon, massaj, oldiga o'tirasiz-ku. Oldiga o'tirsangiz, vobshe maza qilib ketasiz-da, G'iyosiddin. Juda ham maza qilib ketasiz. Nimaga deganda, bu mashinani qarang. Bagajlari o'zi ochiladi. Bagajlari kattakon, bemalol oilaviy ketishlaringiz maza qilib ketasizlar. Biron kishi qiynalmaydi. Mana zapaska ballonlari katta, vobshe tushmagan. Yangi mashina kolodkalarigacha egasi almashtirib qo'ygan ekan. Biz sotib oldik, mashina o'zimning nomimda. Xo'p, mashinani qarang. G'iyosiddin, keling. Ro'zbo'y ko'rsataman mana. Oldiga o'tirgan inson sidinani maza qilib, ko'tarib, mana qarang. Maza qilib ketyapsiz. Bir uzoqroq joyga oyoqlaringizni qo'yib, bemalol xohlasangiz tushirasiz, xohlasangiz ko'tarasiz. Maza qilib yotib ketasiz. Massajlari bor sidinani azizlar, abduflari bor, muzlatib, maza qilib uzoq yo'lga ish qilib mashinani zo'ri. Mana G'iyosiddin mashina misol uchun nomimizga oformleniya qilib olganmiz. Ertaga nomerlarini taqamiz. Mana mashinamiz yillari azizlar, 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Ertaga nomerlarini taqamiz. Xo'p, Xudo xohlasa xalqimizga chiroyli yoqadigan variant qilib beramiz. Qancha bilan chiqar aka bu endi? Bu mashinamizni mayda-chuda qo'yib o'tirmaymiz. Hech qayerda yo'q narxda qo'yaman. Hech qayerda. $2000 beraman. $2000 Dongfeng mashinamiz, Ven3 degan mashinamiz, balonlarigacha maslahat qilib qo'yganmiz. Azizlar, kraskalariga keladigan bo'lsak, bamferigacha top-toza. Har doim videoda aytib o'tganimdek, agar bamferidan ham kraska chiqsa, $1000 o'tib beraman. Har bitta detaliga. Har bitta mana shu azizlar yechiladigan bor, adelni shu detal qo'yilgan detaliga kraska bo'lsa, $1000 dan har bitta detaliga o'tib beraman. Hech qachon lavzimdan qaytmayman. Probeglariga ham boshim bilan javob beraman. Mashinani kelasizlar, ustalaringiz bilan, xohlasalaringiz ustalaringizga olib boramiz, tekshirib, ko'rib, haydab, maza qilgandan keyin xarid qilishlaringiz mumkin. Ilhom aka, buni ham tanishtirsak. Bu mashinamiz Prado hisoblanadi. Prado 200 talik, 300 talik restyling qilingan, mashinaga $20,000 tiqib qo'yilgan. Mashinamizning kraskalari absolyutni toza, lekin bitta, ikkita, uchta detalga bu udar uchun emas, restyling qilingani uchun Koreyadan zakaz qilib olib kelingan. Zavodskiy kraska sepilgan. Bu endi nima desam bo'ladi? Urilgan emas, zavodskiy kraska hisoblanadi, lekin nima Robertda sepilgan. Bu radnoy o'zining detali emas, alishgan bu detal. Bu motorlar qanday aka? Bu 4.6 motor hisoblanadi, atmosferni 80 benzinda ham yuradi. Diskas va shu diskalari zo'r. Mashina o'zimning nomimda. Mashinada hech qanaqa kamchiligi yo'q. Hadavoy, motor, korobka, hamma narsasi ideal. Bu motorlari 1 million kilometrgacha yuradi. Kaldini olib kelaman, shoshmang. Ochib ichini ham ko'rsangiz 1 million kilometrgacha yurar ekan aka. Mashinani qarang, bagati mashina o'zi ham. Bu mana 8 diskani qarang, 22 lik va shu da. Ro'ziboy, mana mashinamizning turishi. Unda misol uchun kald o'zingizda tursa, bosishingiz ham shart emas. Даже без ключевой доступini ham bosmaysiz. O'zi shunday ochilaveradi avtomatik. Bu chista dubayskiy variant mana. Bakoylarni ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Mana dubayskiy yozuvlarda. Mashinamiz vobshe ideal holatda, abduf, abagrev, avtomat korobka hisoblanadi. Sidenalari hammasi misol uchun mana ishlab turibdi. Qanaqadir Pradolarga o'xshab eski ekan, bu ishlamayapti degan joyi yo'q. Mashinamiz juda ideal holatda. Kelasizlar azizlar, mana bitta zavod qilasizlar, maza qilasizlar. Kondisionerlari 2 minutga qolmay muzlatib tashlaydi. Albatta mana bardachog'imizda ham, o'rta barimizda ham azizlar, mana olib keling, videoni yaqinroq olib keling. Mana kondisionerlari mavjud. Bitta Red Bullchani qo'yib, uzoq yo'lga ketsangiz, qanaqadir mini marketga to'xtay yotishingiz shart emas. Muzdaygina o'zingizni xolodilnigingizni olib chiqasizda, ichib maza qilib ketasiz. Mana azizlar, monitorlar qo'yib qo'yganman. Mashina o'zimning nomimda. Bemalol. Probegi qanday aka? 212 ming kilometr yurgan. Bu hali bu mashinalarga apkatka hisoblanadi. Bu probeg hisoblanmaydi. Как 0 probegday.
orqalarida ham televizorlari bor. Azizlar, bemalol mana oilaviy farzandlaringizni o'tirg'izib, mana bu televizorchani tushirib olasizlar. Bemalol mana bolalaringizga kinomi, multfilmmi nimadir qo'yib berib, mazza qilib ketishlaringiz Bu mumkin. orqada yana ikkita o'rindiq bor ekan. Endi albatta orqasiga o'tamiz mashinamizni. Xo'p, mashinamizni yana bagaj holatiga keladigan bo'lsak, bu sidenalar g'iyosidan yotadi. Bemalol ko'rpachani tashab, oilaviy spalnida qilib ketsangiz ham bo'ladi. Mana bular ochiladi albatta. Kelib turib, ikkita oshna bir toqqa chiqsangiz ham o'tirib, mazza qilib, suvlarni ichib o'tirasiz. Mashinaga gap so'z bo'lishi mumkin emas, azizlar. Kelasizlar, mana ko'rib, tekshirib, tonirovkalargacha ruxsati bor. Xohlagan ustalaringizga tekshirib, xarid qilib olishlaringiz Ilhom mumkin. aka, buni narxi nechi pul endi? Bu avtomashinamizning narxini 48 ming deb baholadik. Kimda kim naqd pulga, kimda kim variantga olamiz desa, albatta kelishiladigan joyi bor. O'tib beramiz narxidan. Mashinamizni misol uchun naqd pulga kimdir olaman desa 45 ming dollarga beraman. Agar ozroq yetmasa, variant ham qilamizmi? Bemalol. Bemalol. Variant qilamiz, qanaqa variant? Mashinaning tan narxini kelishamiz. Unga ustiga qanaqadir foiz, unaqa narsa yo'q. Mashinani shu o'zini narxini 5 oyga kimdir 4 oyga bo'lib beraman desa, shunday narxini kelishilgan holga berib yuboraman. Rahmat. Mana azizlar, bemalol kelib, ko'rib, tashrif buyurib olishlaringiz mumkin. Nima deysiz G'iyosiddin? Yana bu tarafdagi mashinalarni tanishtirsak Ilhom aka. Tanishtiramiz, siz mashina ko'p ekan. Mana Equinox'larda shu mana Prado, Benuch'larni olib kelib qo'yganmiz. Kichkina mashinalarga o'tadigan bo'lsak, G'iyosiddin 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, faqat bezluk variant hisoblanadi. Bu 2021-yilda ishlab chiqarilgan luklik variant. Lukli variant. Mana mashinamizni bemalol ko'rsatishlaringiz mumkin. Tonirovkalarga 11 oy ruxsatlari bor. Xo'p, mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan azizlar. Mers rullari bor, chixol, 5 shumka, polik, karpeda chixollarigacha bor. Aba grafika. Optra Amerikanka. Ilhom aka, bular qanchaga chiqadi endi narxi? Xalqimiz uchun ish pul qilib beray. Gentralarni 2000-2,5 mingdan kam sotganimiz yo'q. Mana shu xalar juda achchig'im chiqdi. 1200 dollarga berib yuboraman. Osh bo'lsin lekin. 1200 dollarga berib yuboraman. 1200 dollarga Gentra qayerda bor? Agar shunaqa 2021-yilda ishlab chiqarilgan Optra Amerikanka krugovoy tonirovka metan gaz 909 pult, chixol, polik, yumshoq balon, ham barcha nazorat qilingan mashinani agar biron joyda 2021-yilda ishlab chiqarilgan 1200 dollarga topishsa, men 1000 dollarga berib yuboraman, 1000 dollarga. osh bo'lsin lekin. 1000 dollarga berib yuboraman azizlar. Bemalol mashinani kelib, xohlagan joyga tekshirib ko'rsatishlaringiz mumkin. Bu mashinamiz esa 2023-yilda ishlab chiqarilgan, mashina pashti avtosalondan chiqqan masla holatda turibdi. Mashinada hech qanaqa kamchilik yo'q, kraskalari top-toza, kraskalari keladigan bo'lsak, bitta G'iyosiddin luki yo'q, qolgan joyi 3-paysi avtomat bilan bir xil. Mana sidena abagrev, avtomat, kojinni chixollarni qo'ygan, evakor poliklarni qo'yib qo'yibdi. Mashinani mana motor holatlariga keladigan bo'lsak, azizlar, mashina juda ham sizlar xohlagan holatda changi bilan turibdi. Changi bilan hali yuvishga ham uspet qilganimiz yo'q. ABSlari bor. Kimdir ABSini yoshirib qo'yadi. Sol biz yoshirmaymiz. Ochiq holatda ko'rsatamiz. Endi mashinani bagaj holatiga kelaylik. Mana G'iyosiddin mashinani qarang, hidi bilan turibdi. Masla, pachka turibdi. Ilhom aka, buni xalqimizga necha pulgacha olamiz? Xo'p, mashinamizning nomeri 335. Tak. Xudo xalqimizga hisoblab ko'rib, arzonroq qilib qo'yishga harakat qilaman, G'iyosiddin. Xo'p. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Tak. Ushbu avtomobilimizga keladigan bo'lsak, mashina ezluk varianti. G'iyosiddin buni ham 1200 dollarga berib yuboraman. Osh bo'lsa udar bo'laylik. 1200 dollarga 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra qayerda bor? Bironta narsa qo'yishmaydi. Yumshoq balonlarigacha daji qo'yib qo'yilgan. O'zi avtomat diskada zavodskiy chiqadi. Misol buni qo'yganmiz deb aldamaymiz azizlar. Kelasizlar, mana shu ikkita bir joyda turgan
oq Gentra'mizda bemalol $1200 bilan maza qilib minib ketasizlar. Nima desam, odam ichiga sig'may ketyapti. Klientlar buni hali videomiz chiqqani yo'q, ko'rishgani yo'q. Ko'rishsa sirazi kelib turib olib ketadi. Yana sizlar uchun yana bitta bonusim bor. Yana bitta Bonus bonusim. qilingan xalqqa. Kobaltlarni Optimaga qo'yib yuboraymi? Qo'ying bir narsa qilib. Mayda chuda qilmasdan Optimaga qo'yib yuboraymi? Bosing aka. Bitta narx qo'ying. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. 6 ta kobalt. Pastda ikkita kobaltimiz turibdi. Hozir sotib oldik, endi videoga usvet qilganimiz yo'q. Ikkita, 8 ta kobalt. Atiga xalqimiz uchun $1000 dan berib yuboraman. Avtomat korobka hammasi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mana 2022, 2022, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Azizlar, kimda kim qaysi birini xohlasalaringiz, bemalol telefon qilib 2022-yil oylik to'lovlari qancha, 2020-yil oylik to'lovlari qancha, 23-yil oylik to'lovlari qancha, bemalol telefon qilib ma'lumotini so'rashlaringiz mumkin. Pastdagi nomerlar bor. Agarki bizni mashinamiz yoqib, boshlang'ich to'lovga pullaringizni yetadigan variant bo'lsa, pasportlaringizni tashab, tekshirtirib, keyin yo'lga chiqishlaringiz mumkin. Azizlar, sizlarni kutib qolamiz. 2022-yil oylik to'lovlarni ham tushuntirib ketaymi? Tushuntirib keting. Oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, 2022-yilda ishlab chiqarilgan kobaltlarimiz 4.850.000 so'mdan. Azizlar, 2023-yilda ishlab chiqarilgan kobaltlarimiz esa 4.950.000 so'mdan. 100.000 so'm razlika qiladi. Ilhom aka, Nexus'lar ham bor ekan, buni ham bir tanishtirsak. Nexus'larimiz ham bor. Mana shu azizlar, kobaltlarimiz mana shulardan iborat. Bemalol kelasizlar. Har kunlik almashib ketyapti. Misol uchun videoga shu kobalt qo'yilgan bo'lsa, izidan keladigan kobalt ham shunaqa narx bo'ladi. Videoga qo'yildi, mana shu kobaltdan boshqasi unaqa pul, bunaqa pul degan joyi yo'q. Narx o'zgarmaydi. To'ppa-to'g'ri. Nexus'imizga keladigan bo'lsak, 2021-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka, 2022-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka, 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, xalqimiz sevgan svet, qora svet 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka azizlar. Narxlarni ayting Ilhom aka. Narxlarini nima desalaringiz qo'yib beraman. Bir xil qiling 4 ta. Mana Ro'ziboy, keling mana yaqinroq keling. Boring. Yaqinroq keling. Nazarsin aka. Mana mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mana mashinani bitta ko'ring. Mashina ideal holatda. Вообще kim olsa maza qilib minishadi. Shu mashinani G'iyosiddin necha pulga qo'yib bersam kanaldagi obunachilaringiz xursand bo'ladi. $500 ga qo'yib bering. $500 ga? $500. Keling bunday qilamiz. Aha. Biz ham kuymasin, kabob ham kuymasin. Men bir so'm pul olmayman xalqimizning qo'lidan. Bir so'm pul olmayman. O'zlari uchun notariusga, gayiga, zapretga xarajat qilishsin, o'zlarining xarajati. Men bir so'm pul olmayman. Даже zaklat ham kerak emas. Bo'ldi, shu dokumentlariga xarajat qilishsin, qolgan boshlang'ich to'lovlarni o'zim qilib berib, nomlariga rasmiylashtirib beraman. Bu degani, ya'ni $500 bo'ladi 6,5 million so'm. Greta $50, $100 yetmasligi mumkin. $500-600. Xarajatini qilsin bo'ldi. Xullas o'zlarining nomlariga xarajatlarini qilsin. Oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak 4.200.000 so'mdan. 4.200.000 udar bo'ldi. 50.000, 100.000 so'm nari berib bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Gaplaringiz yerga qolmasin hech qachon. Gap yo'q. Gap yo'q. Rahmat. Lekin shu joyda Ilhom aka sizdan yana bitta biz obunachilar bitta narsani so'raydi. Juda ko'plar endi kobalt ishqibozlarida bizda. Xo'p. Bitta kobaltni 5% chiqarib bering. Bitta kobalt. Tez boshlang'ich to'lovsiz, ha? Boshlang'ich to'lov, albatta. Bo'ldi, unisiga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Azizlar, bo'lmasa Nexus obzorini tugatib olaylik. Gap yo'q, sizda gapingiz yerga qolmasin. Boshlang'ich to'lovsiz kobalt ham qo'yib beraman. Mana azizlar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexus mashinamiz. Mashinamiz to'liq shumkalar qilingan, yaxshi massajli chiqonlar qo'yilgan, reflektorlari mez qilingan, avtomat korobka, monitorlar qo'yilgan. Mashinamizda absolyutni kraskalari top-toza, kobalt diskalar, yumshoq yangi balonlar qo'yilgan. Bu mashinamizda G'iyosiddin siz gapiring. Siz gapiring, siz nech pulga qo'yib beray? Ham kuymasin, kabob ham kuymasin dedik-ki, endi sizni ham o'ylash kerak. Bir $800 deymanmi? Buni ham keling, xalqimiz uchun. Aha. Ro'ziboyda obunachilari, sizning obunachilaringiz mana ko'rdi-ku. Aha. Mana bu mashinani nima uchun faqat o'zimizning xarajatimizga, lekin bunga $800. Bunga ham o'zlariga xarajat Bunga ham, ha? Ana aka, buni ham qilib berib yuboraman.
Mana kelinglar Xullas azizlar. o'ziga ketadigan rasvotni qism Bu bo'ldi. haqmi, nohaqmi, bor narsami, yo'q narsami bemalol kelib, kimda kim mana xohlasalaringiz odam jo'natingizlar, xohlasalaringiz o'zlaringiz kelinglar, bor narsami, yo'q narsami ko'rib ketasizlar. Albatta mana mashinamiz video davomida ko'rsatilganday, kelsalaringiz shu o'zlaringizni xarajatlaringizni qilasizlar. Ikkoviga ham o'zini xarajatini qilib beraverasiz. To'ppa-to'g'ri. Mana nomerlarni bemalol ko'rsatishingiz mumkin. 75N 105KA 018 943 XS. Boshlang'ich to'lovi 7 million 7,5 million so'm bo'ladi. Obsha xarajat dokumentlari. Ishonni qilib bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Mashinamiz absolyutni ekalasi ham ideal holatda turibdi. Bemalol ustalaringizga olib tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu Nexus'imizga keladigan bo'lsak, 2022-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Ekalasini ham berib yuboramiz g'iyosidan. Necha pulga bersam siz qoyil qolasiz. Hammasini shunday qilib qo'yib beraymi? Yo'q, bir kelishtirib ayting. Hammasini qo'yib beraman. Hammasi Bir boshidan azizlar kelingizlar, mana Nexus'lar nomerini eslab qolishlaringiz mumkin. 798 836 943 105. 105. Faqat o'zlaringizni dokument xarajatlaringizga pul olib kelingizlar. Boshqa bir so'm pul olgan nomard. Like bo'lsanglar, udar gap bo'ldi lekin. Mana xalqimiz uchun kelinglar azizlar, mana. Shu mana Ro'ziboy do'stimiz bugun keldilar. Xo'p, mana mashinamizning nomeriga keladigan bo'lsak, 856. Xo'p. 856 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt mashinamiz. Faqat azizlar, buni kapot krylosida kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Albatta biz kraskasini aytib sotamiz xalqimizga. Hech qachon, misol uchun kraskasi bo'lsa, men yoshirib sotgan joyim yo'q. Mashinani qarang, ideal holatda, juda ham yumshoq poliglar, yumshoq chiqonlarni qo'yib qo'ygan. Oyoqlarini qarang, yumshoq balonlarini. Xalqimizga qanday yoqmasligi mumkin bu mashinamiz. Mana azizlar bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Ichlariga javob beramiz. Xudo xohlasa o'tmagan, kapotida kraskasi bor. Mana bu chopir oldi kraskasida bor. Oldida kraskasi bor, ABSlari bor, kondisionerlari bor, 4-pokoleniya propan gazlari bor. Mashinamizni Ro'ziboy do'stimizni gapi yerga qolmasin, xalqimiz uchun bir so'msiz boshlang'ich to'lovsiz berib yuboraman. Ana do'st. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bu. Keling, oldida nomeri yechilgan nomerlarni ko'rsatib qo'ying. Mana keling, mana yaqinroq keling. Qani qayerda bor ekan? Avtokreditda bitta video obzorda 3 ta bez boshlang'ich to'lovsiz mashina kim qo'ya oladi? Faqat meni aqlim yetadi. Mana kelishsin. Xohlagan odam qo'yib 5 ta qo'yaman xohlasam bu haftaga. Mana aka mashinamiz azizlar 75B 856 TA. Mashina ideal holatda ko'rib, tekshirib, haydab, bir so'm pullaring kerak emas, olib borib ustoga tekshirib olishlaringiz mumkin. Bemalol xalqimizni kutib qolamiz. Mana shu dargohimizda bizda barcha JM mashinalari mavjud. Kimda kim xohlasa, misol uchun yana bizda trading xizmatlari ham mavjud. Ro'ziboy kimda kim misol uchun eskiroq mashinasini olib kelsa, yangi mashinaga barter qilaman desa, xohlasa ustiga naqd pul bersin, xohlasa mashinalarni hisoblab olamiz, qolgan summasini avtokredit asosida qilib beramiz. Xalqimizda shu dargohimizda kutib qolamiz va avtosalonimizga tashrif buyuramiz. Qani kelinglarchi. Mana azizlar, Lada ham bor ekan aka. Lada mashinalarimiz ham bor. Bu mashinalarimiz ham 1800-1700 dollar bilan chiqadi. Xo'p, tashqaridagi mashinalarni azizlar tushuntirib o'tdik. Mana ichkariga keladigan bo'lsak, mana bu yoqda ham mashinalarimiz ko'p. Xo'p, Cobalt mashinalarimiz mana 2021-2022 Gentra'larimiz bor. Mana bu yoqda Gentra'larimiz bor. Besprabek Cobaltlarimiz bor. Mana Nexus, Gentra qora bayirlarimiz tayyor turibdi egasini kutib. Mana bu Gentra'larimizni avtokredit asosida qilib beramiz. Mashinalarimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan azizlar. Yangi holatda turibdi. Bemalol kelib ko'rib olishlaringiz mumkin. 44543 kilometr yurgan. Mana mashinamiz zavod. Monitorlar bor ekanda. Tayyor mashina. 44500 yurgan. Sidena abagrev, monitorlar, mana torpedalarning holatini qarang. Qimmat video registratorlar ishlarigacha navorat qilib qo'yishgan. Mana luklari bor. Luklari ishlab turibdi azizlar mana. Mashinamizni mana bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Metan gazlarigacha qo'yilgan. Mana mashinamiz zapaskalari tushmagan. Xo'p, bu mashinamizda xalqimiz uchun
o'zi har doim qora 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentrani $2,500 qo'yardik. Aha. Xalqimiz uchun buqala $2,000 berib yuboraman. Kraskalari top-toza 2023-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Gentramizda barcha navorodga ega. Qarang, metan gaz, Optra Amerikanka, yumshoq balon, monitor, yaxshi pult, yaxshi polik, hamma narsasi qo'yilgan. Mashinani holatini ko'ryapsizmi? Ro'ziboy, Masda turibdi-ku. olib keling mana, videoni yaqinroq olib keling. Mana abeslari bor. Mashinani holatini, galovkalariga bir dona kulish tegmadi hali. Akkumulyatorlari yangi, gazlari ham 4-pakelikni prujinaligi zo'r qo'yilgan. Xo'p, azizlar, $2,000 olib kelsalaringiz, nomlaringizga rasmiylashtirib beramiz. Boshqa bir so'm xarajati yo'q. Xudo xohlasa, olasizlar, maza qilib minasizlar. Aka, oylik to'lovlar qanday bo'ladi? Oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, xo'p, 6,73 million. Oylik to'lovlar 6,73,000 dan mana hisobladik. Kimda kim misol uchun 6 yilga olsa, 6 yillik varianti ham yo'q, bor, 5 yillik varianti ham bor. Hozir men 6,73,000 da 5 yilga hisoblab berdim. Mana sherigi bor qora Gentra. Kim misol uchun operativni haydayman desa, mana Optra Amerikanga qo'yilmagani bor. Optra Amerikanga qo'yilmagani bilan yumshoq balon, krugovoy, tonirovka hamma narsa qo'yilgan bunga. Bunga endi misol uchun ko'p odam Gentra o'zi chiqollik chiqqan-ku materiali 3-foiz. Ko'p odam chiqol qo'ymaydi-da, mana poliglari bor. Mashina ideal holatda. Xo'p. Probegi 48,000 kilometr yurgan. Kimda kim bunaqasini xohlaydi, kim bunaqasini xohlaydi, farqi yo'q. Bizga xohlagan turlaringizdan bor. Endi misol uchun kimdir shu mana shunaqa farada yurishni xohlaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Kimdir Amerikankada. Mana shu Nexus'larimiz bor, mana Cobalt'larimiz bor. Mana Cobalt'imizni 30 million so'mga qilib beramiz. Boshlang'ich to'lovi, qolgan hamma xarajati ichida midnight pozitsiyasi bu. 2025-yil bez probeg holatda. Mana mashinamiz absolutni yangi mashina, 30 million bilan chiqadi. Oylik to'lovlari 5,200,000, 5,300,000 so'mdan chiqadi. Keyin yana bitta Ro'ziboy Cobalt'imiz bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mana 655 avtomat korobka, mashina ideal holatda turibdi. Xo'p, 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan, krugovoy tonirovkalar qilingan, yaxshi rullar qo'yilgan mana. 83,557 kilometr yurgan. Mashina ideal holatda mana. Azizlar bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Video registratorlar qo'yilgan. Mashinamiz zo'r holatda. Yumshoq yaxshi balonlar qo'yilgan. Ushbu Cobalt'imizga keladigan bo'lsak, nomerlarini eslab qoldigan. Mana 75F655AA. Atiga azizlar $1000 bilan beraveramiz. 4,850,000 so'mdan oylik to'lovlari chiqadi. Sizlarni azizlar kutib qolamiz shu dargohimizga. Barcha mashinalarimiz mavjud. Yana mashinalarimiz kelishda davom etadi va albatta mana shu qo'ygan narxdan ham arzonroq qilib qo'yishga harakat qilamiz. Keladigan mashinalar misol uchun videoga mana shu qo'yildi, bunisi qo'yilmadi deb qimmat aytmaymiz hech qachon. U mashinalar ham bundan ham arzon bo'ladi, xudo xohlasa. Kelasizlar, kutib qolamiz. Sizlardan bitta shu mana Ro'ziboy do'stimiz, Surxon Media do'stimizga bitta like bosib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, undan ham arzonroq qo'yishga harakat qilamiz. Ko'p gap kerak emas, bizga rezultat kerak. Xalqimizni kutib qolamiz. Sizlarga omad, sog'lik, omonlik tilaymiz. Hammaga ko'rishguncha. Har doimgidek yana bitta bonus qo'shib beramiz sizlarga, deyapti akamiz. Asli Deno va Surxon Media kanaliga obuna bo'lib kelsangiz, olinayotgan mashinadan $100 bonusi bor.